Bir kuni bir otaxon Xizr alayhissalomning oldilariga kelib, "Iltimos, meni farzandlarimni bitta duo qilsangiz" dedilar. Shunda Xizr alayhissalom, "Men qo'limni ko'tarib, amin deyman. Duoni esa siz qilasiz" dedilar. Chunki farzand uchun ota-onaning duosidan ziyodroq duo yo'q degan ekanlar. Azizlar, duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer deydilar. Bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biror kuni yo'q ekan. Qozondagi taomni tepib qochib ketar ekan, meshidagi suvni sepib qochib ketar ekan. Qarg'ar ekan onasi, qilolmasdan ipini, qirqib qochganida kir yoyadigan ipini. Hoy ipimni qirqmagin, qalbingga ilm to'lgur. Hoy meshimni teshmagin, Ka'baga imom bo'lgur. Hayvon dumun kesmagin, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagin, Ka'baga imom bo'lgur. Demas ekan juvon marg, haromi maraz o'lgur. Bitta ekan qarg'ishi, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt ketdi. Misli yer yo shabada shu onaning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Meni shohu sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Duo ila shum boladan chiqdi bir xush nafasli olim hofizi Qur'on Abdurrahmon Sudaysi. Nazoratda insonning har so'z, har bir nafasi ibrat bo'lsin bizga bu Allohning mo'jizasi.